men o'zimni shaxsimni o'ylasam indamay yuraverardim indamasdan. O'zingizni ishingiz bilan shug'ullanmaysizmi? Hurmatingiz tushyapti. Kimni nazdida hurmatim tushyapti? Jasmin yomon ko'rib qoldimi meni? Ha? Jakuy ibn Tezak meni yoqtirmay qoldimi? Alhamdulillahi robbil alamin. Bir ateist, xudosiz yoki bir radikal ateist, Galuboy meni yomon ko'rib qoldimi? Liberal meni yomon ko'rib qoldimi? Yo'q, alhamdulillahi robbil alamin. Dunyoni liberal bosib ketsa, bir dona qolib ketgan bo'lsam, hamma meni yomon ko'rsa, alhamdulillah deyman. Birorta liberal meni yaxshi ko'rib qolsa, meni hurmat qilib qolsa, Xudodan panoh so'rayman. Allohim meni Jasmin yaxshi ko'rib qolmasin, meni yoqtirib qolmasin deb panoh so'rayman. Uchinchidan meni soham haqida gapirayotgani uchun raddiya beryapman. Uni minglab suhbatlari bor. Birortasiga indaganim yo'q. Imomlar deydi, imomlar masjiddan chiqa olmaydi deyapti. Imomlar masjiddan chiqa olmaydi. Mubashshir domla deyapti, siyosiy lider deyapti. Rahnamo deyapti, peshvoyimiz deyapti. Maqsad nima bundan? 5000 ta imomni eshitadigan xalq bor. Bizi imomlarimiz siyosatdan gapiryapti. Faqat sizga o'xshab muxolif bo'lib olmaganda bizni imomlar. Chunki bizni e'tiqodimiz zid muxolif bo'lib olishlikka. Davlatchilikka muxolif bo'lmaydi. Bizni aqidamizda u davlatchilikni qo'llab-quvvatlaydi. Yaxshiligini duo qiladi, haqqiga, yomonligiga, ya'ni qo'shilmaydi-yu, lekin uni muxolif qilib ko'tarib olib, tirnoqdan kir qidirib, davlatni to'ntarish kerakka olib bormaydi. Jasminga qarshi chiqqanimdek, Abdulloh Zuparga qarshi chiqqanimdek, Abu Salohga qarshi chiqqanimdek, Hamid Sodiqni ham mana shu fikrlariga qarshi chiqaman. Avvalambor assalomu alaykum. Ba'zi bir videolaringizda kuzatganmiz. Sizga ergashuvchi qatlamni bir kishi Kurmurid deb nima qildi va sizlar tuhmatchisizlar degan bir tamg'a bosildi-da, u odam chiqib ketdi hozir. Va siz ham mana bu yerda haromi yoki valadi zino degan so'zlar ishlatgansiz. Va bu tasdig'ini topmagan. Shunda siz ham tuhmatchi bo'lasizmi? Birinchidan kimdir Kurmurid desa, u o'zi javob berish kerak. Kurmurid deyishdan maqsad hech kimi yo'q odamni haligi boshqa odamlarga ergashayotganlarga hasaddan kelib chiqadigan gap endi u. Ikkinchidan men to'g'ri kelgan odamni haromi, valati zino demayman, dinim qaytaradi bundan. Bu nasab masalasi, bunga o'xshagan narsalardan hatto meni eshitadigan odamlarni ham qaytaraman. Hadislar bor. Bunga o'xshagan narsalardan qaytariladi. Uchinchidan men aniq da'vo ham qilib qo'yganman, qo'limni o'rtaga qo'yib qo'yganman. Bir odam meni haqorat qilmasa, menga nisbatan shunaqangi bir noto'g'ri fikrlarni, tuhmatlarni qilmasa, men unga qarshi javob bermayman. Salom berganga juda madaniyatli javob menim alik olaman o'ziga yarasha. Endi kimnidir haromi degan bo'lsam, uni o'sha agar sen men haqimda aytayotgan mana shu gapingni dalilsiz, isbotsiz, mashtaqa deb gapirsang, men ham seni haromi deysam bo'laveradigan bo'lib qoladi. Degan mavzuda bo'lgan. Har doim. Undan tashqari bizni bir e'tiqodimiz bor, bizni ergashadigan lider shaxsiyatimiz bor. U zotni Muhammad alayhissalom deyiladi. U kishi aynan musulmon kishini obro'siga tuhmat qilgan, bo'xton, tajovuz qilgan, isbotsiz shunaqa gaplarni gapirgan odamlar o'z onasi bilan zino qilgandan ko'ra og'irroq, rasvoro ish qilayotgan bo'ladi. U ham holva bo'lib qoladi, ya'ni degan ma'noda hadislari bor. Shuni keltirganman. Endi umumiy qilib hammani haromi deydi yoki haromi degansiz, valati zino degansiz deyish, bu ham bir tuhmat. Konkret kim haqida gap ketyapti? Masalan, bir odam meni eshak desa, aytamanki, agar men eshak bo'lmasam, sen valati zinosan deyman. Chunki valati zino odamgina shunaqa qila oladi degan asarlarimizda gap bor. Bizning tajribalarda shuni ko'rsatilgan. Nasabi toza odam, ota-onasi halol yo'l bilan nikoh qurib yashagan odamning bolasidan bir odamni, bir insonni eshak deyishlik sodir bo'lmaydi. Hayo qiladi, hayo to'xtatib turadi, andishasi bo'ladi uni. Valati zinoda andisha bo'lmaydi. Nimaga? Otasi yo'q uni. Valati zino odam otasi katta bo'ladi, unga andishani o'rgatadigan odam bo'lmaydi deyiladi tajribaga ko'ra.
Mana mendan so'rash imkoniyatingiz bo'ldi. Masala shu. Endi payg'ambardek zot shunaqa gap gapiradimi desa, biz ilmiy asosda o'rganib ko'rganmiz. Bu hadisni bizgacha yetib kelishidagi shaxsiyatlar ishonchli odamlar. Yolg'on gapirmagan. Hadisni quvvati hadis istilohida hasan hadis deyiladi. Abu Hurayradan qilingan rivoyat bu radhiyallohu anhu. Sharhida ulamolar nimaga bunaqa keskin gap gapirgan payg'ambar alayhissalom desa, ulamolar aytadiki, har bir jinoyatning jazosi bor. Masalan, o'g'irlik qilganning jazosi bor, zino qilganning jazosi bor, odam o'ldirganning jazosi bor, aniq. Endi mana bu odamlarga tuhmat qilib, bo'xton gap tarqatib yurgan odamlarni ushlab iloji yo'q. Qochib yuribdi ular. Ularni mana shu gap jazosi deganlar. Sharhida. Mana shu gap jazo ularga nisbatan. O'sha tuhmatni qiladimi? Ha, demak bular onasi bilan yotgandan rasvo odamlar deyiladi. Bir mo'minni obro'siga tajovuz qilish uchun insonni qonida buzuqlik bo'lish kerak. Degan gaplar bor endi. U bola chiqib ketdimi yo antennasi yo'qolib qoldimi? Men shu yerdaman. Javob uchun rahmat. Keyin qarang, hozir mana bu yerda o'zi nimadan kelib chiqdi? Sizda o'sha Hamid Sodiq bilan bo'layotgan bir ochiq, oshkora bahs deymizmi, munozara deymizmi, mana shundan kelib chiqdi. Ya'ni bu yerda hozir tarafkashlikday bo'lib ketyapti-da. Bizdan, ya'ni guruhdan kirganlarga aytayapti, sizlar Hamid Sodiqni nima qilyapsizlar degan bir narsa bilan o'sha narsani bizga aytishyapti. O'zi boya savol berishga rosa urindim, lekin iloji bo'lmadi. Mana bu yerda qarang, siz o'sha Hamid Sodiqni to'g'ridan to'g'ri o'sha qatl qilishga nima qilyapsiz-da? Xalqni da'vat qilyapsizmi bilmadim, boshqa narsa qilyapsizmi bilmadimmi? Bu noto'g'ri narsa deb bilaman men. Ya'ni shunday ilmli insonni bilmayapsiz-u, lekin bilasiz. Absurd emasmi? Bilaman. Nimani bilasiz? Mana shu qarorlaringiz noto'g'riligini. Men shunaqa qaror berganligimni bilyapsiz, to'g'rimi? Unaqa qaror bermagan bo'lsam-chi? O'sha videolaringizdan to'g'ridan to'g'ri anglash mumkin mana shu narsani. Yo'q, uni anglash mumkin. Anglagan javobgardi unga. Men Hamid Sodiqni o'ldirish kerak degan gapni gapirmaganman u yerda. Mana shunday insonlarni deganingizda o'sha inson ham kirib ketadi buni tarkibiga. Endi siz sudya bo'lsangiz, kirgizishingiz mumkin. Sizga o'xshagan odamlarni xulosasi adolat xulosasi bo'lmaydi-da. U mavzuni boshi bor. U mavzuda nimaga u keltirilyapti? Uning javobi bor uni. Albatta men sudya emasman yoki prokuror emasman, advokat emasman, lekin undan nima xulosa erkin fikrlovchi inson sifatida shuni aytishim mumkinki, o'sha videoda siz mana shunday toifadagi insonlarni qatl qilish kerak degan mazmunda gapirgansiz. Vaholanki bu bizada hozirgi konstitutsiyamizga yo'q, ochiq shunaqa gapirgansiz-ku. Siz shunaqa tushunyapsiz. Abror Muxtor Ali hadislarda, Qur'onda kelgan o'ldirish kerak degan oyatlarni har doim noto'g'ri talqin qilgan odamlarga raddiya berib kelgan. Bu joyda sizga o'xshagan o'sha xulosaga kichkinagina gap bilan kifoyalanadigan odamlarni aldash uchun Ilyos Safarovga o'xshagan, Tashanovga o'xshagan odamlar o'yin o'ynayapti. Hozircha kuzatib turibmiz, changib turibdi hamma yo'q. Chang kinganda ko'ramiz, kimni mingani ot, kimniki eshak, kutib turasiz ozgina. Lekin u joyda qonun borligini, men bilan bahs qilayotgan bola, Hamid Sodiqning tarafdan olgan bola men fikrlarimni eshitgandan keyin uni to'lig'ini eshitmagansiz menimcha, to'g'rimi? O'sha to'lig'ini eshitmaganingiz uchun men sizga aytib beray, nima haqida gap ketganini, keyin xulosa qilasiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Savol javob qilib turganimizda u bola aytdiki, sizning fikrlaringiz shaxsiy qarashlaringiz dedi menga. Deganda men aytdimki, yo'q, meni fikrlarim shaxsiy qarash emas bu joyda. Men qonuniy asos borligiga suyanyapman. Men shu davlatchilik jamiyatda shunaqangi fitna nazariyalari, xalqni hukumatga qarshi qayrash, shunga o'xshagan narsalar, isyonga chaqirish kabi fikrlar jazolanish kerak degan fikrda qonun tarixiy aqidamizga suyanyapman. Hatto payg'ambar alayhissalatu vassalom o'z davrlarida shunaqangi fitna qilgan odamlarni
kim bo'lsa ham o'ldiring deganlar. Bugungi kunda endi o'ldirish qonunda yo'q bunaqa bizni davlatchilikda. Lekin jazolash ma'nosini shu yerda olinadi. Demak, men aytayotganda bu noto'g'ri narsa, bu qonunga zid narsa deganimda mana shu asoslarga suyanyapman. Buni o'ldirish kerak degan gapga suyanmayapman. Jazo strukturasi bor mana shunga o'xshagan ishlarda. Abrori o'zini shaxsiy gapi emas. Butun qonunchilik yo'l qo'yib bermaydi bunaqa narsalarga. Deganman, boshida ham shu gapni gapirganman, o'rtasida ham, oxirida ham. Va bu taxminan 10lab, balki 20lab chaqiriqdan keyin aytilgan gap. Chaqirdim o'sha Ilyosini ham, Tashanovni ham, Hamid Sodiqni ham. Sizlar o'zingizlar bitta xonaga kirib olib, bir-biringlarni yalab yurqab o'tiribsizlar. Qarshilarda tursin bir odam muxolif sizlarga. Aytayotgan gapinglarni xalq nimaga yeb ketaverish kerakmi? Sizlarni aytayotgan ishinglar hammasi hukumatga, davlatchilikka qarshi fikrlar, Jim Sharpni fikrlari, Machiavellining fikrlari, axloqqa tupurib qo'yib, davlatchilikni to'ntarishga zamin tayyorlayapsizlar. Bu gapimning isboti bor. Bu noto'g'ri narsa deb kelganman. Lekin shuncha narsani ichidan Ilyos meni bloklab olib, o'sha joyiga kesib qo'yyapti. Jurnalistlik etika qayerda qoldi? Daryo jurnalisti menga aloqaga chiqdi. Shu masalada nima deysiz? Mana shunaqa talqin qilishyapti, siz nima demoqchi bo'lgansiz? Mana jurnalist. Daryoni jurnalistiga nisbatan hurmatim oshdi. So'raydi, nima demoqchisiz bu yerda deydi. Siz tushuntirasiz nima demoqchi bo'layotganingizni. Shundoq eshitib olib, Ilyos qo'yib, mana odam o'ldirishga targ'ib qilyapti desa, shart o'qib olib, kesilgan videoni ko'rib, ha, ana Abror odam o'ldirishga targ'ib qilyapti deb ketilavermaydi. Abror Muxtor Aliyev 10 yil atrofida tamomila odam o'ldirish kerak degan radikallarga qarshi gapirib kelgan. U shuncha gapi nima bo'ladi uni? Abror shuncha gapdan keyin chiqib endi odam o'ldirish kerak deydimi? Samasud, Miraziz Bozorovni ham o'ldirishga fatvo so'rab kelgan nechta odamlar. Ko'cha-ko'yda boshqalardan, diniy idoradan, boshqa joydan. Qo'limizdan kelgancha aytganmiz, samasud bo'lmaydi, musulmonga yarashmaydi. Bu gapni gapirib nima buni aytyapsiz desa, bu qonunchilikda jazo qo'llanilgan. Bir paytlar qoziqqa o'tkazilgan. Ba'zi jinoyatlarni, Jasminni qoziqqa o'tkazilgan. Ana qoziqqa o'tkazishga targ'ib qilyapti desa, aytamizda siz yo ahmoqsiz yoki o'ta makkorlik qilyapsiz. Bilib turibsiz u nima haqida gap ketayotganini deymizda. Qonunchilikda bo'lgan bu narsalar. Hozir yo'q, bizda o'lim jazosi yo'q. Qanaqa qilib uni o'ldirishga men fatvo beraman? Bular yuzma-yuz bahslashlikda o'zlarini muammoga kirib qolishliklarini oldini olish uchun mana shunaqangi suiqasd uyushtirishyapti. Ya'ni tamomila buni provokatsiya qilamiz, faoliyatini to'xtatamiz, bizni qarshimizda xohlagan gapni gapiramiz, bizga raddiya beradigan odam qolmasligi kerak degan taktikadan ketishyapti. Mayli, yurishaversin qani. Nafasimiz tugagan kuni demak bizni faoliyatimiz tugadi deymiz. Ungacha to'xtamaymiz inshaalloh robbil alamin. Tushunarlimi demayman. Menimcha tushungan bo'lsangiz o'zingiz bilasiz, tushunmagan bo'lsangiz yana o'zingiz bilasiz. O'sha fikrlaringizni eshitdim. O'sha Ilyos Safarov deyapsiz, Hamid Sodiq deyapsiz. Qarangda, siz hozir o'zingizni pozitsiyangizni, o'zingizni yo'lingizdan ketganingiz ma'qul emasmi? Masalan, siz o'sha diniy ulamo sifatida qabul qilishadi-da ko'pchilik. Siz siyosatga ham aralashyapsiz, siz o'sha blogerlikka ham aralashyapsiz, boshqa narsa ham va alal oqibat hurmatingizni bir qadar yo'qotib qo'yapsiz-da. Misol uchun, o'zingizni yo'lingizdan ketsangiz bo'lmaymi? Masalan, Hamid Sodiqqa boy aytildi-da, o'sha Javohirbek Meliboyev degan kishi kelganda, Abror Muxtor Aliyga nimaga buncha agressiyangiz bor dedi-da. Endi shu savolni men boshqacharoq bermoqchiman. Sizda Hamid Sodiqqa nimaga bunaqa agressiyangiz bor? Sizda bir fikrlaringizga qarshi bir raddiya beryaptimi yo bir yo'lingizga to'sqinlik qilyaptimi? Men shaxs parast emasman, ya'ni o'sha Hamid Sodiq tomon ham emasman, siz tomon ham emasman. Men o'zimni fikrlarimni aytyapman men bu yerda. Ya'ni ikki tomonda emas, umumiy o'zimni fikrlarimni bildiryapman. Mana bu yerda bunaqa fikr berishingizga nima sabab bo'lyapti? O'sha Hamid Sodiq unaqa, o'sha AQShga ishlaydi, boshqa narsa degan fikrlaringiz ochiqdan ochiq hammamiz bilamiz bu narsani, misol uchun. Bunga nima sabab bo'lyapti? O'sha asoslaringiz noto'g'ri asos deyapsiz-ku, lekin bu asos emas. Bo'ldimi? Ya bitta savolni 3 marta qaytardingiz, bittada tushundik. Xo'p.
Amerikaga ishlaydi degan gapni siz to'qib chiqaryapsiz. Tashqi razvedkaga zamin tayyorlayapti degan gapim bor. Bu bir. Ikkinchidan, aytyapman konkret nima deganimni. Jon Lok fikrlarini, Montesquieu fikrlarini O'zbekistonga tatbiq qilish harakatini, feminizm g'oyalarini qo'llab-quvvatlash fikrlarini aytyapti. Menga qizig'i yo'q, meni O'zbekistonda e'tiborim, obro', odamlarning hurmati birov, ya'ni birovga yalinib yuradigan odam maqomida emasman. Men o'zimni shaxsimni o'ylasam, indamay yuraverardim, indamasdan. O'zingizni ishingiz bilan shug'ullanmaysizmi? Hurmatingiz tushyapti. Kimning nazdida hurmatim tushyapti? Jasmin yomon ko'rib qoldimi meni? Ha? Jakuy ibn Tezak meni yoqtirmay qoldimi? Alhamdulillahi robbil alamin. Bir ateist, xudosiz yoki bir radikal ateist, Galuboy meni yomon ko'rib qoldimi? Liberal meni yomon ko'rib qoldimi? Yo'q, alhamdulillahi robbil alamin. Dunyoni liberal bosib ketsa, bir dona qolib ketgan bo'lsam, hamma meni yomon ko'rsa, alhamdulillah deyman. Birorta liberal meni yaxshi ko'rib qolsa, meni hurmat qilib qolsa, Xudodan panoh so'rayman. Allohim meni Jasmin yaxshi ko'rib qolmasin, meni yoqtirib qolmasin deb panoh so'rayman. Farqimiz shunda. Tushunchamiz, dunyo qarashlarimiz ters, bir-biriga zid. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, meni soham haqida gapirayotgani uchun raddiya beryapman. Uni minglab suhbatlari bor. Birortasiga indaganim yo'q. Imomlar deydi, imomlar masjiddan chiqolmaydi deyapti. Imomlar masjiddan chiqolmaydi. Mubashshir domla deyapti, siyosiy lider deyapti. Rahnamo deyapti, peshvoyimiz deyapti. Maqsad nima bundan? 5000 ta imomni eshitadigan xalq bor. Mingdan ming donadan anaqasi bo'lsa 5 million odam degani. Qavmi bo'lsa. 5 million odamni haqorat qilyapti bular. Aslida buni o'sha Gobsning gapidan olib gapiryapti. O'sha Martin Luther fikrlari bilan gapiryapti. Nima bu yerda chalkashlik bor? Cherkovga qarshi gapirilgan fikrlarni masjidga qarshi tarjima qilib gapiryapti. Shunga qarshi bo'lyapman. Siz cherkovga o'xshatmang bizni musulmonlarni. Bizni imomlarimiz siyosatdan gapiryapti. Faqat sizga o'xshab muxolif bo'lib olmaganda bizni imomlar. Chunki bizni e'tiqodimiz zid muxolif bo'lib olishlikka. Davlatchilikka muxolif bo'lmaydi. Bizni aqidamizda u davlatchilikni qo'llab-quvvatlaydi. Yaxshiligini duo qiladi, haqqiga, yomonligiga ya'ni qo'shilmaydi-yu, lekin uni muxolif qilib ko'tarib olib, tirnoqdan kir qidirib, davlatni to'ntarish kerakka olib bormaydi, deyapman. Bo'ldi, buni men aytaman oxirigacha. Jasminga qarshi chiqqanimdek, Abdulloh Zuparga qarshi chiqqanimdek, Abu Salohga qarshi chiqqanimdek, Hamid Sodiqni ham mana shu fikrlariga qarshi chiqaman. Ular tanqid qiladi, maydonda tanqid qilishlik so'z erkinligi bilan qonuniylashtiradi ular gapini, fikrini-da. Ularga qarshi raddiya bersak nima bo'ladi? Radikal bo'lib qolamizmi? Biz o'zimiz bilmagan mavzuga aralashgan bo'lib qolamizmi? Shuni aytishyapti ular. Yo'q. Bu bizni bilgan mavzuyimizga aralashyapmiz. Bu Amina Vadud degan feministka ayol bor. O'zini musulmon qilib ko'rsatadi, Yevropa qo'llab-quvvatlaydi shuni. Feministka musulmonman deydi. Alohida masjid qurib berishgan, imom qilishgan shu qizni. Bu targ'ibotni, tashviqotni bizga olib kirishyapti. Qizlarimizni feminist bo'lishga targ'ib qilishyapti. Buni qo'llab-quvvatlayman deyapti. O'shanga qarshi gapiryapman. Meni hurmatim tushib ketganimish. Men sizga aytib qo'yay, hurmatga tupurib qo'yganman. Mavzu xalqimiz bo'lgandan keyin, mavzu yoshlarimiz bo'lgandan keyin men jonimni ham tikib qo'yganman. Men qarshi chiqayotgan odamlarni, men oxirigacha gapirsam maylimi? Men qarshi chiqayotgan, men raddiya berayotgan odamlarni shunday istoriyasini ko'rsangiz, siz umuman g'orga kirib yashaysiz. O'shalarga qarshi meni o'rnimda tursangiz. Qo'lida qurol bor, kamida 10 talab odam o'ldirgan odamlarga qarshi chiqyapman men. Ularni ichida ularni moliyalashtirgan Amerika ekanligi fosh bo'ldi mana, Turkiya qo'li bilan moliyalashtirgan bo'lib chiqdi. Ularni qo'li bilan bizga bir zarar yetkiza olmasa, galiboylar, liberallar orqali, ateistlar orqali bizga zarar yetkazishga harakat qiladi. Janjal chiqartiradi, shu yerda to'polon qildiradi. Shu fikrlar bilan yoshlarimizni men boyitib tursam, bilganimcha, o'qigan kitoblarimdan, tajribamdan, ustozlarimdan, o'rgangan aqidamga suyanib, davlatchilikning himoyasi mana bu asosda bo'ladi desam, kimdir oldida hurmatim tushib ketadimi? Tupurdim unaqa hurmatga. Menga kerak emas unaqa hurmat. O'zimni hurmatimni o'ylab, xalqimni parokanda bo'lib ketishiga ko'z yumib turaymi? U kechirasiz. Unaqa fikrda emasman. Kecha bir kishi aytuvdi,
bola chaqangizni o'ylab indamay yurmaysizmi deydi. Ha, siz bola chaqangizni o'ylab yuravering. Sizda nechta bola bor desam, 4 ta bolam bor dedi. Meni maktabimni o'zida 400 ta bolam bor. Meni maktabim bor, Power High School degan, 400 ta o'quvchim bor. Qo'limda o'qiydi ular. O'qituvchilarni tayinlaganmiz, hammasi meni bolam, farzandlarim o'shalar. Men ularni taqdirini o'ylayapman. Yoshi kichik hammasi ukam. O'zbekiston xalqi o'zbek tilida gapirayotgan. Nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Turkiya, boshqa Ozarbayjon, Gurjiston hammasida o'zbek zabon musulmon borki, kichik ukam, tengdoshi, birodarim. Yoshlari bolam, qizim hammasi. Meni dardim shu. Siz nima deb o'ylayapsiz? Sizni fikringiz, dunyo qarashingizni mezoningizga kirib olib fikrlamayman-da men. Unaqa emasman-da, hurmatim tushib ketdi, indamay yursam bo'lmaydimi? Sizni fikrlashingizdagi odamlarning oldida hurmatimning yo'qligi faxr menga. Bizda tarixda bir gap bor-da, Nuh alayhissalom haqlarida zo'r gap keladi. Nuh alayhissalom 1000 yil yashagan. 50 yoshida Alloh taolo u kishiga payg'ambarlikni bergan, xalqini 950 yil dinga da'vat qilgan. Allohdan o'zga iloh yo'q, o'y deb. Xalq Nuhni qadriga yetmagan, qadrlamagan. Ha, qadri yo'q jamoani oldida qadrsiz bo'lish kerak. Esdan chiqarmang, bu bizning qoidamiz. Qadrsiz bo'lgan, toshga sig'inadigan, najosat bilan hayot kechiradigan galuboylarning oldida qadrsiz bo'lish faxrimiz bizni. Esdan chiqarmang shuni. Biz haqimizda gaplashayotganingizda biz haqimizda fikr bildirayotganingizda mana shu mezonni esdan chiqarmang. Biz ularni oldida qadrsiz ekanligimizdan faxrlanamiz. Yaxshi, aka, mavzudan chetlashib ketdik. Qarang-da. Yo'q, mavzudan chetlashmadik. Siz aytyapsizki, o'sha Hamid Sodiq Monteskini olib kiryapti, deyapsiz, boshqa deyapsiz. Siz o'sha Monteskini qonunlar ruhi yoki fors nomalarini o'qiganmisiz yoki Hamid Sodiq tarjima qilgan Vatandoshlik dasturi degan kitob bor. Uni o'qiganmisiz? Mana bu yerdagi g'oyalar aslida o'sha xalqni erkin fikrlashga undovchi kitoblar hammasi. O'sha manipulyativ diktatorlar, kuchsizlar kuchi, mana bunaqa kitoblarda tarjimasi bizning xalqimiz uchun juda ham zarur edi va mana shunaqa kuchli politolog, kuchli siyosatshunos mana shu narsalarni qilyapti. Biz uni qo'llab-quvvatlash o'rniga sen Monteskini fikrlari bilan yo'g'rilgansan va mana shuni olib kirding deyish o'rniga biz uni qo'llashimiz kerak. Chunki bunday siyosatshunoslar davlatimizda juda ham kam, yo'q desa ham bo'ladi-da. Misol uchun ham tarjimon, ham kuchli politolog kam bunaqa insonlar. Biz o'sha siz o'qib ko'rganmisiz qonunlar ruhini yoki fors nomalarini Monteskiy yozganda? Sizga savol, o'qib ko'rganmisiz? Siz bitta savolni 5 marta berar ekansiz-da. O'qib ko'rganmisiz? O'qib ko'rganmisiz? Yana bir narsalarni gapirib kelib, o'qib ko'rganmisiz? Endi meni gapirish ohangim shunday. Masalan, siz ham ko'p aylantirib gapirasiz-ku, bu gapirish ohangingizni yoki haligi uslubingizni men nima qilganim emas. Endi meni gapirish ohangim yoki shakli shunday meni gapirishimni. Unda fikrlaringizni jamlab oling-da gaplashishdan oldin. Bitta narsani 10 marta qaytarib yurmaydi. Birovlarning vaqti bor, uslubi bor. Aylantirish deyapsiz. Men aylantirganim yo'q. Bu yerda aylantirishga siz ketdingiz o'sha. Nima haqida gapirayotgandik? Siz nimaga olib kelyapsiz? Aylantirish deyish bilan ham aylantirish bo'lib qolmaydi-da. Undan tashqari, u kitoblarni ko'rganman, u kitoblarni o'qiganman. Endi qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Kerak, bu zarur. Bizning tilimizda eski qadimgi tilda farz, vojib. Kimsiz siz aytasizki biz qo'llab-quvvatlaymiz? Bizda yo'qmi manba deyapman men. Mendan so'rasa aytayapmanki, bor, ahkomi sultoniyya bor. Kimiki? Movardiyniki. Monteskey o'shalardan ta'sirlangan. Ibn Xaldunning muqaddimasini ko'rdingiz, qanaqa reklama qildik, qanaqa tarjima qilib tarqatdik odamlarga. Tarjima qilyapmiz biz ham. Tarjimon guruhimiz bor, Abr degan nashriyotimiz bor bizda. Abr nashriyotimizda hozir shularni chiqaryapmiz. Muqaddimadan ta'sirlangan Jon Lok. O'shalardan olgan, lekin axloqi chekiga surib qo'yib, axloqsizlik asosida vijdon, axloq, moral tushunchalarini yig'ishtir, odamlarni qilishlikda vijdon birinchi o'rinda turmasin degan. Hukumatga erishish birinchi o'rinda turish kerak degan Machiavelli. Shu gaplarni gapirgan Priest degan asarida. Shularni targ'ibotidan ko'ra deyapman men. Yo'q, qilaversin, men u gaplarini, kitob tarjimasini yana qaytib aytyapman. Indiyatganim yo'q. Men aniq konkret nimaga raddiya berganimni konkret gapiryapman. Aylantirmayapman. Siz aylantiryapsiz, kitobga o'tib ketdingiz. Kitob bilan gaplashamizmi? Men aytamanki, bizni xalqimizga kerak emas. Monteskey ham kerak emas.
Machiavelli ham kerak emas bizga. O'qib qo'yavering tamom. Mana shunaqa bo'lgan ekan madaniyati bularniki, lekin buni fundamenti qayerda? Qayerdan olgan bular? Martin Luther harakati nimadan boshlangan? Cherkov nima qilganki ularga qarshi oyoqlangan xalq? Bularni mutaxassis o'qib qo'yaversin, politolog gapirsin, gap yo'q. Men unisiga qarshi bo'layotganim yo'q, rad deb aytganim yo'q. Lekin bizni xalqimizga nimani o'qitish kerak desa, sayohatnomani o'qitish kerak, siyosatnomani o'qitish kerak. Bu Nizom mulknikini, Movardiynikini o'qitish kerak. Siyosatu shar'iyya degan asarlarimiz bor bizni. Ahkomul adliya bor. Bu Usmoniy xilofati yozgan Usmoniylar tarixida eng boy kitob. Adillatul ahkamul adliya degan asar bor. Ibn Nujaymning asarlari bor, qavoidlar bor, davlatchilik to'g'risida, vaqf to'g'risida, nazorat to'g'risida, sud hukmlari, qozi hukmlari, tergov, hammasi bor. Bularni o'qitishimiz kerak deyapman. Chunki sharq madaniyati bu yoqda. G'arbnikini nima qilamiz bu g'oyasini? O'qiganni men qaytarmayman, o'qiyversa. Mana siz ham kitobga ish qilib ekansiz. Sizni hozir profilingizni tekshirib ko'rdik, ko'p kitob guruhlarida borsiz. Yaxshi kitobni o'qing, lekin qaysi kitob bizga insoniylik bahosida bizga foyda beradi? Buni aytayapman. Men ham fikrda shu gaplarni gapirsam maylimi? Shavkat Rahmon aytgan-u, ozgina xayol sursak maylimi degan. Maylimi biz ham gapirsak? Yo'q, faqat shu ruslar gapirish kerak, faqat shu Yevropa gapirish kerakmi? G'azoliyning fikrlarini gapirsak maylimi? Ibn Sinoning falsafasi bor. Yaqinda Hay ibn Yaqazonni men aytdim. Hay ibn Yaqazon, Robinson Crusoe shundan o'g'irlagan, bizda bo'lgan, Ibn Tufayl yozgan buni dedim. Darrov Hay ibn Yaqazonni noyabrda chiqaramiz deb Hamid Sodiqning anaqasida reklama ketyapti. Biz uni tarjima qilib bo'lganmiz. Qo'lma-qo'l mutaxassislarimiz chiqardi Hay ibn Yaqazonni. Fikriy mujodalalar. Shuni aytayapman. Biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qo'llab-quvvatlayvering. Siz masalan Hamid Sodiqni qo'llab-quvvatlashingiz, o'sha fikrlarni qo'llab-quvvatlashingizga taqiq yo'q. Lekin bizni ham qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb o'zingiz doriyangizga chaqirishingizga biz qo'shilmaymiz. To'g'ri tushundingizmi?